Nafaqat Xorazmda, balki butun O'zbekistonda rangi bo'yicha yagona bo'lgan Mercedes proyektimiz tayyor bo'ldi. Real yigit, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mashina o'zi 3 kunda tayyor bo'lishi kerak edi. Ozgina qo'shimchalari bo'ldi. Shu bilan 5 kun bo'ldi, lekin shunga yarasha natijani kutasiz, xudo xolasa. Endi xalqqa men 4 kun kutib turganimni nishat aytamiz, nishat isbotlaymiz. Men Telegramdan tashladim, sizga videoni tashlayman, mashinani ko'rsataymi degan vaqtimda yo'q deb javob berdingiz. Men shotini qo'ysak bo'ladi. Hamma donishlarga aytdim, majburladim, menga ko'rsatmanglar mashina. Men ko'rasim kelsam ko'rsatmanglar menga dedim. Menga yuzlab odamlar maqtadi, bir bo'pti dedi. Menlik hali o'zim ko'rganim yo'q. Bo'lsa bo'ldi. Birinchi patni ishda ko'rsang, keyin men ko'raman. Sachamiz. Qani? Vay, bu novu Novu sanat eseri bu. Yok, benim maşinimmişsin. He? Sizin mashinangiz. Benim maşinimmişsin. Bakalım beni gözetmek gerek miydi? Maşinini göster, bu anısı. Başka size gerek miydi? Bilin. 100% yaktılar. Aytamayım ben doğrusunu aytmayan çıkıyor. 100% yaktı diyelim ben, lekin 217% yaktı. İşana ben 217% yaktı. Çisti özümü. Siz başta aytgan vej bo'ldi, to'g'ri. Ben kütken emas, ben kütkenden hem zor boptu. Hakikaten özlerinizden bir baka berip koyun la.